Assalomu alaykum. Sizlar bilan kechki taomga jaydari dimlama tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz: kartoshka, chesnok, 300 gramm mol go'sht, 300 gramm qo'y go'sht tayyorlaymiz. Birinchi qozonga solamiz, keyin maydalangan chesnok bilan yaxshilab aralashtiramiz. Chesnok bo'lsa ziravor kerak bo'lmaydi bu dimlamamizga. Sochni shirin bo'lib chiqadi. Aralashtiramiz yaxshilab. Bunga piyoz to'g'rab solamiz. Bitta dona piyoz kerak bo'ladi bizga. Piyozni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ovqatimizga shirinroq bo'lish uchun. O'ta sochni bo'lib chiqadi bu. Ishoninglar, bunaqa dimlamani umuman yemagansizlar. Mana aralashtiramiz yaxshilab. Sochni bo'lib chiqadi chesnok bilan piyoz aralashtirib. Keyin kartoshkani solamiz. Bizga 500 gramm kartoshka kerak bo'ladi bizga. Tabga ko'ra keyin tomat pastasini solamiz. O'zim tayyorlagan домашний tomat pastasi. Va uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Qip-qizil chiqishi uchun. Mana chiroyli chiqadi, ovqatimiz ham sochni bo'lib chiqadi. Yog'ni oldindan qo'yib olganman, go'sht bilan chesnok aralashtirilganda. Tabga ko'ra 2 qoshiq tuz ham solamiz, choy qoshiqda. Mana tuz solyapman. Juda sho'ram bo'lib ketmasi kerak. Sochni bo'lib chiqishi kerak. Go'shtlarimizga yedirib tuzlarni, kartoshkalarni yaxshilab aralashtiramiz yana perchatka bilan albatta. Kommentariyada izohlar qoldirishni xohlayman. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundanda qiziqarli taomlar tayyorlashga harakat qilaman. Mana tayyor bo'ldi. Hammamiz chiroyli qilib terib chiqamiz kartoshkalarni.